Уважаемый наш профсоюзный комитет, от всей души поздравляем вас с вашим праздником. Желаем вам мира, стабильности, уважения и новых достижений в работе и в жизни. Mehnatingiz bardavom, jamoangiz doimo hamjihat bo'lishsin. Kasaba uyushmasi bayrami muborak bo'lsin. Assalomu alaykum. Kasaba uyushmalarini 120 yillik yubiley ekan, 11 noyabr kuni tashkil topgan kun ekan. Shu munosabat bilan Buruntoq koni kasaba uyushmasi raisi Ulug'bek Isroilishni tabriklaymiz. Ishlariga omad, yaxshi boshlagan ishlarini yaxshi davom ettirsin. Omad tilaymiz. Hammani shu munosabat bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar. Kasaba uyushma xodimlarini 120 yosh bilan tabriklayman. Elim deb, yurtim deb charchamanglar. Kasaba uyushmalari kuni bilan tabriklayman. Ishlaringga omad, oilangga tinchlik, sog'lik tilayman. Umring uzoq bo'lsin. Shu elga, yurtga xizmat qilib charchamanglar. Doimo shu xalqni xizmatida bo'lgan.